Hop, sensorli zamonlarimizdan akfaga ham bormi deb so'raganlarga keldik mana. Biz o'zimizga ham bitta abrezasiga qo'yib qo'yadigan bo'ldik. Mana. Akfanikini farqi to'g'ri darvozalarga, domishiylarga tushadiganlarniki kattaroq bo'ladi. Akfaniki ixchamroq, mana nima ichiga tushadigan qutisi ham ixcham bo'ladi. Mana yonida turadigan, mana buni oldida anchagina farq qiladi. Bularga o'rnatib qo'yib, o'rnatilgan holatida ham ko'rsatamiz. Bitta o'zimizga ham xudo xolasa o'rnatib video obzor qilib ko'rsatamiz. Archa turdagi mana avtomatika zamoklarimizdan bor. Sensor отпечаткаga ishlaydi, yuz skanerga ham oladi. Kimga shunaqa sensorli zamoklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.